Quyosh o'z nurlari bilan Old Trafford maydonini nurga to'ldirib turibdi va Angliya terma jamoasi maydonga oq formada tushib keldi. Bu meni eng yaxshi ko'rgan formam. Ajoyib pas Beckhamga. Yo'q, Angliya jamoasidan batamom omad yuz o'girmoqda. Jamoa mag'lubiyatdan chiqish yo'lini umuman topa olmayotgan edi va faqatgina bitta o'yinchi qaysarlik bilan mag'lubiyatga rozi bo'lmay qayta jangga kiradi. Beckham g'alabani o'zi tortib olmoqchi. Terma jamoa umid bor. Beckham, umid bor, yana Beckham. Yo'q. O'yin tugashiga 1 daqiqa vaqt qoldi. Jarima to'pish imkoniyati. Men hammani baxtiyor qilishni xohlagandim. Bizga hozir mo'jiza kerak. Aynan Beckhamdan. Kerak bo'lganda ham hozir kerak. Zarba! Gol! Mana u Beckham!